Ko'p o'quvchilar dangasa va mas'uliyatsiz. Shu sababli ularga doim nazorat qiluvchi inson kerak. Shu haqida fikringiz? To'g'risini aytsam, shu haqda gapirgim ham kelmaydi. Mas'uliyatsizlar o'zini mas'uliyatsizligi bilan birga baxtli hayot kechirishni xohlagan bo'lar edim. Ya'ni haqiqiy Zarina Ismoilovaning gapi zo'r, dalshi shunaqa yashashni davom eting. Lekin yaxshi Zarina Ismoilovaning gapi sal boshqacha. Agarda sizga mas'uliyatsizligingiz va dangasaligingiz yoqmayotgan bo'lsa, demak, umid bor. Undan oldingi videoni ko'ring. O'sha videoda juda ham zo'r life hacklar berilgan. O'sha life hacklarni qo'llab bemalol dangasaligingizdan da xalos bo'lishingiz mumkin. Agarda biz mani nazorat qilib turadigan odam kerak degan gapni tarjima qiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Eshiting. Mani o'qishim uchun, bilimlarim uchun o'zi nimadir o'rganishim uchun 100% javobgar odam kerak. Farqi yo'q, u kim bo'ladi? Men bo'lmasam bo'ldi. Men o'zimni o'qishim uchun, kelajagim uchun javobgar bo'lmasam bo'ldi. Aslida shu gapi tarjimasi shu. Gap shundaki, meni tajribamda shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Men o'zi juda ham qattiqqo'l o'qituvchiman. O'quvchilarimga nima degan taqdirda yaxshi yomon gapirsam ham, ular baribir shug'ullanmasdi. Ularni o'qishdan ketkizganimdan keyin izohlari tagida, videolarim tagida yomon gaplar men haqimda yozishardi. Nimaga unaqa? Chunki hech kimga uni har doim tepadigan oyoq yoqmaydi. Men sizlarga bitta misol keltiraman. Tasavvur qiling, siz har kuni onajoningiz bilan ovqatlanasiz, ujin qilasiz misolda. Например, ovqat yegingiz kelmaydi, lekin onajoningiz sizga har qanaqa gap bilan, yaxshi gap bilan, yomon gap bilan o'sha ovqatni yeyishingizga majbur qilyapti sizni. Savol, kerak bo'lsa, o'zi javob desam ham bo'ladi. Kerak bo'lsa, o'zingizni onangizni ham yomon ko'rib qolasiz. Shuning uchun hech kimga uni har doim tepadigan oyoq yoqmaydi. Agar ustoz ham постоянно kontrol qiladigan bo'lsa, o'quvchiga yoqmaydi. Ustoz o'zi, например, agarda biz onlayn maktabimiz, super usul onlayn maktabi haqida gapiradigan bo'lsak, или har qanaqa markazlar haqida gapiradigan bo'lsak, ustoz baribir o'quvchini boshqaradi. Lekin 100% boshqarish bu noto'g'ri, chunki o'quvchi baribir o'qituvchini yomon ko'rib qoladi. Shuning uchun menga qanaqadir odam topib beringlar, men uchun 100% mas'uliyatni olsin. Mana har doim nazorat qilsin, intizomli odam qilsin meni degan shunaqa fikrda bo'lsangiz, demak siz aslida javobgarlikdan qochyapsiz. Hech kim kelib assalomu alaykum, bugundan boshlab men sizni hayotingizni yaxshilayman degan gap bilan hech qachon kelmaydi. Katta bo'lishni boshlash kerak.